Do'stlar, assalomu alaykum. Shotimiz razmerini so'raganligi. Balandligi 2,5 metr bo'lgan. Oyoqlari mana oyog'i 1 metr bo'lgan. Pog'onalarning orasi 33 santimetrdan bo'lgan. Har birining orasini 33 santimetr. Ikkinchisi mana razmeri 96, keyingisi 88, keyingisi 82, 76, 69, eng tepasi mana 63,5 chiqyapti. Manisini 65 qilganmiz, ugo'lnik 65 qilganmiz. Baryeri ham mana 60 santimetr bo'lgan, 60 santimetr bo'lgan. Xo'p, kengligi mana bu taraf kengligi 1,30 bo'lgan, 1,30. Kashaylari, mana kashaylari 1,20 dan. Kashalar 1,20 dan bo'lgan. Xo'p, yana nimasi qo'yapti? Mana tarafini kengligini orasini 70 qilganmiz. 70 santimetr qilganmiz tepa tarafini. Mana holatda bo'lgan. Bir yasamoqchi bo'lsa, yon tomonidan olgan, yon tomonidan. Yon tomonidan. Ukularini ko'rib oling mana. Bu tarafi orqa tomon tikkaroq bo'ladi. Old taraf shu odam chiqish uchun qulay bo'lish uchun sal yoqroq qilib qilganmiz. Mana shu holatda. Narxi bulardan 1 million qilib beryapmiz.